hayot rasvosini chiqarib yubordik. Dadasi bunday gapirsiz bo'lmaydimi? Qarab o'tirasiz shu musor qilganda urishib qo'ying, tarbiyalang buni. Sana aytqilaman. Shuni voy, bu to'to'si mana ko'kosi. Shu tarbiyami endi? Qarang, o'zingizni urib turibdi. Ularni jazolamaydimi? Seni tarbiyalab bo'lmayapti, katta xotin bu mushtay bola qattani qilib tarbiyalaymiz. To'g'rimi, do'dosh? Ana. Odam emas ekansiz siz. Bilmayman bularga telefonni nimaga olib berganman, ha? Qo'lidan telefon tushmaydi, lekin hech kim ko'tarmaydi bular. Alo. Ha, qayerda yuribsan? Darsing tugaganiga 4 soat bo'ldi. Pishirib qo'yibdim. Qayerda yuribsan, ha? Oyi, men o'rtoqlarim bilan futbol o'ynayotgandim. Futbol o'yna? Futbolga balo bormi, ha? Balo bormi? Dadang hozir yeyman deb o'tiribdi. To'g'rimi, dadasi? Yarim kechasi 10:30 bo'ldi. Qayerda yuribsan, ha? Voy, vohman, men o'rtog'im bilan pastda turibman. Yo, o'rtog'ingni yig'ishtir. Uyga kirmaysanmi? Yarim kechasi jinalar ham uyga kirib ketdi. Sen nima qilib yuribsan? Dadang bu yoqda jahli chiqib, kamari ushab, yeyman deb o'tiribdi. Hozir kesa qoni yechaman deb o'tiribdi. Xo'p, hozir chiqaman. Dadang 10 marta telefon qilibdi. Nimaga ko'tarmayapsan telefonni? Voy, o'zi adam telefondan qo'yasiz-ku. Menga gap qaytarmasa uyga kir. Menga qarang. Bu yerda qilib o'tirmasdan, bunda bolangiz sergisiz bo'lmaydimi? 10:30 bo'ldi, yarim kechasi. Hali ham uyda yo'q. Menga qara. Namuchi baqirasan? Ko'rdim, boya chiqqanimda o'rtog'i bilan o'tirgan edi pastda. Chaqirib, bunda tarbiyalasangiz, bunda urib shub so'kib qattiq tursangiz bo'lmaydimi o'g'il bolaga? Bular odam. Hammasini aqli joyida. Bularni ko'zigachi meni mahluq bambir qilib ko'rsatmagin. Hamma narsani baqir-chaqir bilan hal qilib bo'lmaydi. Sekin yotig'i bilan tushuntirsa ham bular ham odam tushunadi. Bambir deyotganim yo'q, tarbiya qiling deyapman. Ana sen tushunmaysan. Senga men mahluq bo'lsam bo'ladi.